Havo sovuqligiga qaramasdan obzor olyapmiz. Sovuq, haqiqatdan ham sovuq. Qo'limni ushlab ko'rsangiz bu qotib qolgan. Yaqdek betingizga tegsa agar vaydot do'rasiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentra ABS'lari bor. 6000 km masofa bosib o'tgan. Ekranga like bosing, yangi mashinaning narxini yakson qilib, yana yakson qilsangiz bo'ladi. Savdosi bor. Endi qarang. Diska balon 3-kachidan diskasini qo'yganlar, yana yangi balon qo'yib qo'yganlar. 6000 km yurgan. Bosib o'rmaysizmi? Narxini aytaymi yo'q? Like bo'lsangiz keyin aytaman. Salon ichini qarang. Bu mashincha zo'r 6000 km polik tashlangan. Yuz registrator mavjudmi? Yo'q ekan. Kraskasi radnoy, kuzov ham 23, texpasport ham 23. Mashincha yomon emas. Mana bularni bitta ko'rsamni. Mana zapaskalar umuman tushmagan. Zapaska ham bu-ku, bunaqa diska qo'yilgan. 3 ta diskasini qo'yib qo'yganlar. Zo'r ekan. Shunaqasi ham bor, 5 ta diska, короче, bir xil. 2023-yil $11500 yana savdosi bor do'stlar. Ekranga like bosib, keyin bitta telefon qilib bosib yuboring do'stim. Sog' bo'ling.